og'riq chiqadi. Endi u og'riqda siz his qilolmaysiz. Bu boshqacha og'riq. Ro'molist tegib ketsa, chasib olib ketadi. Avval Filippin yozishdi. Men 10-yillargacha Filippinda ishladim. Ovqatlanolmasdi, men uch bilan gaplashganda ko'z boradi. Siz qayerdansiz? Jizzaxda. Shu uch oqling nevrologiyasi bilan qancha vaqtdan beri og'riyotgandingiz? Mavjud opa? 98-yildan beri shunda 27 yil bo'ladimi? 27 yil bo'ldi boshlangan. Qanday boshlandi bu kasallik sizda? O'zim ham bilmadim. Yanvar oyida boshlandida. Men boshlanmaligini tushunmadim. Fizioterapiyaga o'rdim. Tishlaringiz nima uchun oldirib yubordingiz bu tarafdagi tishlaringizni? O'ldirganim yo'q. O'zi tushib ketdi. O'zi tushib qoldi, men stomatologga borishga qo'rqdim. Chunki ani 6 oy bosilib og'riq paytim men borolmayman-ku o'zi. Bosilgan paytda shuni qo'zg'atib oladi deb borishga qo'rqdim. Siz mana bizda og'rib o'zi tushib qoldi keyinchilar. Mana biz hozir 2000 dan oshiq odamlar operatsiya qildik-da. Yo'q, kam sonli odamlardan. O'zi odatda bu bemorlar stomatologga boradi-da. Avval Filippin yozishdi. Men 10-yillargacha Filippinda ishladim. Undan keyin o'sha 10-yillarda nimaga domla borku, Baxtiyorov Forib. Shu kishiga qatnashdi boshladim. Yillar qatnadim, har oy borardim, har oy yangi nazarchini qilardilar. Shu nazarchinilar bilan qancha yaxshi yurardingiz? O'sha vaqtlari uncha emas edi-da. Og'riq bunaqa kuchli emasdi. Yo'q, bor edi. Bosilgandan keyin mana neyrolar tinchlanadi-ku. 5-6 oy yaxshi yurardim. Men to'g'risi o'yladim, tuzalib qoldim shekilli o'ylarimda. Keyin yana o'zimizni qayta Jizzaxda bor, nevrologiya. Shu yerda yotardim, shu yerda vrachimiz aytib tushuntirdilar-da, keyin sizniki neizlechimli. Siz hamma vaqt o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak, har vaqt uyda turishingiz kerak. Chunki men juda qattiq xuruj berganda og'zim ochilib qoladi-ku. Bir-biriga tegmay qolardi-da. Ovqatlanolmasdi, men uch bilan gaplashganda ko'z boradi. Ha, yozib tushuntiradi. Ha, shunday ham bo'lgan. Nima qo'zg'atardi og'riqlaringizni? Qanday og'riq? Qanday boshlanib qolganini o'zim ham bilmasdim, lekin birdan boshlanib qolardi. Qayerda bularni? Masalan, o'zim hamma vaqt pir ichishni boshlardi. O'zi odam o'rganib qolasan-ku. Ishlarda oylab qo'shimni yurmas edim. Qo'rqardim yurishga. Yurishda iloji yo'q edi-da. Shunchalikka borgan o'zimiznikilar keyin morfiy deb qo'yishdi. Ha, narkotik ham berib berdilar. Ha, lekin u ta'sir qilmadi menga. Ashurasi kuchaygan vaqtida. Ha, kuchaygan vaqtda ta'sir qilmadi. Shu karbamazepinni nechtagacha ichdingiz bir kunda? Eng ko'pi? Uni sxema bilan ichdim. Bo'yiga og'riq to'xtaguncha ko'paytirib boraverdim. Keyin mana haftalik interval bilan bittadan kamaytirib chiqdim. Masalan, 14 taga ikkisam, bir hafta 14 ta, keyin bir hafta 13 ta, bir hafta 12 ta, shunday pasaytirib. Kuniga 14 ta ichdingizmi shunda? Ha, ichdim 14 ta. Bir kunda 14 ta. Bitta kaseta bilan yana 4 dona boshqa kaseta bilan. Instruksiyasida shunday karbamazepinlar o'qilimda ichish chekkandim. Lekin biz qo'ygan xotiraga ta'siri bor, nutqqa ta'siri bor, jigarga ta'siri bor. Lekin men shuncha yildan beri ichib keldim. Biz haqimizni qayerdan eshitdingiz? Rahmatli xo'jayinim topdilar, bilmayman shunda qayerdan topdilar. Xo'jayinim topdilarda shu o'zlari nima o'tib ketdilar, lekin adreslarni yozib ketgan ekanlar. Internetdanmi? 20-yillardan. Xo'jayingiz telefon qilgan menga. Ha, xo'jayinim telefon qildi, lekin o'zlarining mazalari bo'lmay qoldi, ular o'zlari bilan avvora qoldikda, keyin ma'lum yana cho'zilib ketdi. Mana kecha ko'p narsalar gaplashdik operatsiyadan oldin, Xudodan so'rab operatsiya qildik. Operatsiyadan keyin holatlaringiz qanaqa mana? Og'riqlaringiz yo'qmi? Og'riq yo'q. Dorilar, kecha dori ham ichmadingiz kechadan beri? Ichmadim. Vrachdan so'rab keyin ichmadim. Hozir sizga menga nima bo'lib qolganda? Nonday bo'lib qolganda. Esimdan chiqmaydi-da uni ichish proteini shunday. Chunki ko'nglimda urgan dori juda oshqozon moddiy. Lekin ichish kerakligini bilaman-da, ichaman-da, esimdan chiqmaydi hech. Endi esingizdan chiqarsangiz bo'laveradi bu dorini. Qolgan narsalardan cheklov yo'q. Morojniy yeysizmi, sovuq suv ichasizmi? Mana boshimni yuvmasdim deyapsiz haftalab. Bemalol cho'milsangiz bo'ladi, konditsionerli xonalarga kirsangiz bo'ladi. Xolodilnikda mana yozgi kuni kelib qoldi, biror narsa olib yesangiz bo'ladi, bemalol. Men hammasidan cheklangan. Morojniy yemagan men kellar, u tegdi bo'lmaydi. Buni joyimga mana qo'l tegib ketsa, shunday jasib tipaga og'riq chiqadi. Endi u og'riqda siz qilolmaysiz. Bu boshqacha og'riq. Ro'molist tegib ketsa, chasib olib ketadi. O degan cho'pini tegib siz bir
git beri. Şimdi Ha. oğlu bütün de bir gün boyunca çocuğum arasında çıkardı. Ko'zingizdan yosh ketardi. Gözümden yig'lamasdim, lekin o'zi shunday go'shtim olib chiqadi. Ha. Birasi aytdi, kanalda qilsak o'g'lim. Shunday bo'ladi. Bo'ldi, mana 27 yillik kasallikni xayrlashdi. Mana qaysidir o'g'lim 27 ga kirdi dedingizmi? Qaysi bittasini aytdingiz-ku? Ha, ikkinchi to'yim uylantirgan. Uni hozir bolasi bor. Bolasi bor. Ikkita bolasi bor dedingiz-a? Ikkita bolasi. Ha. O'sha bola tug'ilganda boshlangan. Mana u bola tug'ilib, katta bo'lib, maktabni bitirib, o'qishni bitirib, mana uylanib, u ham bolali bo'ldi, hali siz tuzalganingiz yo'q. Bo'lmagan joylarni qolmadi lekin. Arilarga chaqirgani ham bor-da. Necha marta qatnaysiz ariga? Bir marta bordim, qaytib bo'lmayotgan bo'ldim. Chunki Nima uchun? betim pishib ketdi-ku, achchiqqandan keyin bet ishar ekan. Men yo'nalishda aytdim-da, qanday o'qishim. Mana shunday qo'ydi, keyin bunaqasiga qo'shim tepasidan. Ishib ketdi bet. Og'riq to'xtadimi? Og'riq kuchayib ketdi. Shunday Toshkentdan keldim, o'g'lim beqilib qildi. Nevrologiyaga o'zim tushgan. Operatsiyangizni men joyini bitta ko'rib qo'yayda.